Bizga demak savol kelib tushgan embrionlar sifati haqida. Embrionlar sifatini baholashda embriologiyada demak sonlar bo'yicha va harflar bo'yicha baholab boriladi. Demak bu o'sha jadval bo'yicha, ya'ni 5 sonidan to 1 sonigacha. 5 soni bizda bu demak harflariga qarab baholanadi. Ya'ni eng a'lochi degan embrionlarning sifat darajasidan juda ham yaxshi embrionni bildiradi. Ya'ni bu o'sha 5-kunga muzlatishdan oldingi embrionlarimizni demak o'sha blastulatsiyadan keyin hosil bo'lgan demak sifati, bu demak ichidagi o'sha hamma hujayra ichki komponentlari hammasi hisobga olingan holda 5AA, 5AB qilib baholanadi va bu keyinchalik o'sha 1 ga qadar son bilan baholanadi. Bu degani demak sizda 2, 3 bu juda ham yomon sifatli embrion degani emas, lekin o'sha ko'rinishi, hajmi jihatdan va ichidagi hujayralarni bo'linganligiga qarab turib baholab boriladi. Va lekin eng muhimi embrionni demak 5AB, 5AA даже embrionlarni qo'yganimizda ham homiladorliklar kuzatilmasligi mumkin. Shuning uchun eng muhimi bu embrionlarning sifati va demak qanchalik yaroqliligini tekshirish uchun sizga predimplantatsion, ya'ni PGD degan analiz bor. Embrionlarni demak genetik tahlilini o'tkazish maqsadga muvofiq. Shundagina biz embrionlarning yaroqliligi yoki yaroqsizligi, kasalliklar bor yoki yo'qligini to'g'ri baholashimiz mumkin.